Tayyor patikulichxonadan so'raganlarga bizada yangi obyektimiz chiqyapti. Biz hozir Toshkent tumani Yangi 16 yillik mahallasiga kelganmiz. Qoraqamish betonkadan taxminan 1,5 kilometr ichkarida joylashgan. Mana shu 1,6 sotix maydonga tushgan chiroyligina xonadonni hozir sizlar bilan to'liq video obzor qilib ko'rib chiqamiz. Oxirida albatta narxini aytib o'tamiz. Kiraverish darvozaxonasida turibmiz. Bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqdan yerto'laga tushishimiz, oshxonani tegi yerto'la qilib ishlab ketilgan zilonli zonalari, mana bu yoqda bo'lsa yozgi oshxonalari, bu yoqda o'tiradigan stol-stullari joylashtirib qo'yishgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ana endi sizlar bilan ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kenggina hol qismi kutib oladi. O'rtoqlar, bu yoqga ishlatilgan ranglar hamda mebellarga o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Orqada ozgina joyimizda qoldirilgan quyosh nuri tushib, havo yaxshi aylanishligi uchun bu yoqda mana kattagina televizorlari. Xo'p, qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yoqda birinchi qavatdagi bitta родительский spalni bo'lyapti. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli mebellardan foydalanib qo'yishgan. Mana bu yoqda bo'lsa, bu spalnimizni o'zini alohida sanuzeli ham ishlab ketilgan. Bu yoqdan chiqqaningizda zinani tagida birinchi qavat uchun umumiy sanuzelga ham joy qoldirib ketilgan. Mana bu yoqda bo'lsa oshxonamizda joylashyapti. O'rtoqlar, menga eng yoqqan xonalardan bittasi aynan mana shu bo'lyapti. Nimagaligini bilmayman, chunki mana bu ranglari, mebellari gapsiz bo'lishi mumkin emas, hammasi uyg'unlikda qilingan. Avtorskiy proyekt asosida bo'lganligi shundoqqina bilinib turibdi. Endi sizlar bilan yuqori ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda umumiy 4 ta xona bor. Bu yoq chiqur zinasi chiqayotganlarda mana bunaqangi chiroyligina lyustralarga ko'zingiz tushishi mumkin. Bu yoq tomonimizda mehmonxona bo'lyapti. Mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan. O'zini alohida televizorlari ham bor. Ko'rayotganinglardek. Ana endi qolgan xonalarga o'tadigan bo'lsak, bu yoq tomonimizda bitta bolalar xonasi joylashyapti. O'g'il bolalarga moslangan ranglar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tomonimizda bo'lsa yana bitta bolalar xonasi, bu yog'i qizlar xonasiga mo'ljallasanglar bo'ladi. Bemalol kenggina qilib ishlab qo'yishgan. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun umumiy bitta sanuzel bo'lyapti. Ana endi o'rtoqlar, ikkinchi qavatimizdagi so'nggi xona родительский spalni. Mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishgan. O'zini alohida bitta sanuzellari ham bor. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman. Biz hozir Yangi 16 yillik mahallasiga kelganmiz. Bu xonadonimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar, fikringizni izohlarda qoldirishinglar mumkin. Mahallada gaz, svet, suvlardan, kommunikatsiyalardan hech qanaqa muammo yo'q. Bog'cha, maktab, do'konlar, kerakli hamma narsa bor yaqin atrofda. Xullas, shunaqangi kirib yashashga tayyor xonadon o'rtoqlar. Ana endi eng qiziq joyi bu xonadonimizning narxi. Mana shu ko'rib turgan xonadoninglarga $195,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Telefon raqamini qoldiraman, murojaat qilaverasizlar. O'zingizlarning savolinglar bo'lsa, sizlar bilan Uy ko'rdik kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.